Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi to'lovlar nima? Ular qayerdan paydo bo'ldi? Kim to'lashi kerak? Kim to'lamasligi mumkin? Va eng asosiysi, siz o'zingizni ortiqcha xarajat, jarima yoki noto'g'ri hisob-kitoblardan qanday himoya qilasiz? Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir uy egasiga, tadbirkorga, ijarada yashayotganlarga, mashina yoki yer mulk egalariga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xatolik keyinchalik katta qarzdorlikka aylanishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Men esa mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy misollar bilan ochib beraman. Avval qanday edi? Odamlar ko'pincha to'lovlarni juda oddiy qabul qilardi. Kommunal xizmat keldi, to'laysan. Soliq xabarnomasi keldi, to'laysan. Davlat xizmati kerak bo'ldi. Boj yoki yig'im to'laysan. Ko'pchilik faqat qo'liga kvitansiya tushganda yoki telefoniga SMS kelganda harakat qilardi. Ya'ni odamlar to'lovni o'zi izlab tekshirmasdi, qarzdorlikni oldindan ko'rmasdi. Qaysi summa nimaga hisoblanganini ham har doim so'rab o'tirmasdi. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, kommunal tizimlar, soliq organlari, mahalliy boshqaruv idoralari va boshqa tashkilotlar raqamli tizimlarga o'tyapti. Ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Kadastrdagi uy, soliqdagi mulk, gaz yoki elektrdagi hisoblagich, bankdagi to'lov, elektron hukumatdagi ariza, bularning hammasi asta-sekin bitta umumiy axborot maydonida ko'rinadigan bo'lib bormoqda. Natijada ilgari ko'zdan qochib ketgan majburiyatlar ham endi ko'rinadi. Kimdir oldin bunday to'lov yo'q edi deb o'ylaydi. Lekin aslida ayrim majburiyatlar avval ham bo'lgan, faqat nazorat kuchsizroq. Hisob-kitob esa qo'lda yoki tarqoq edi. Hozir esa tizim aniqroq ishlay boshlagani uchun odamlar buni yangi to'lovdek qabul qilmoqda. Yangi to'lov deganda nimani tushunish kerak? Bu har doim ham butunlay yangi soliq degani emas. Ba'zan bu yangi tartibdagi yig'im bo'ladi. Ba'zan avval bor bo'lgan to'lovning hisoblash usuli o'zgaradi. Ba'zan xizmatdan foydalanganlik uchun alohida haq ajratiladi. Ba'zan esa imtiyoz tugaydi yoki ma'lumotlar bazasida sizning maqomingiz noto'g'ri ko'rsatilgani uchun sizga to'lov chiqadi. Mana shu joyda odamlar adashadi. Menga summa chiqibdi, demak to'lashim shart deyish ham noto'g'ri. Men tan olmayman, to'lamayman deyish ham xavfli. To'g'ri yo'l avval to'lovning huquqiy asosini, nimaga hisoblanganini, qaysi davr uchun ekanini va sizga haqiqatan tegishlimi yo'qmi tekshirish kerak. Men eng avvalo shuni aytaman. Har qanday yangi to'lovni 3 savol orqali tekshiring. Birinchi savol, bu to'lov kimga tegishli? Ikkinchi savol, nima uchun hisoblangan? Uchinchi savol, qaysi hujjat yoki qaysi xizmat asosida talab qilinyapti? Agar shu 3 savolga aniq javob bo'lmasa, siz shoshilib pul o'tkazmasligingiz kerak. Masalan, sizning nomingizda kvartira bor. Kvartirada o'zingiz yashamaysiz, uni ijaraga bergansiz. Oldin siz faqat mol mulk solig'i va kommunal to'lovlarni nazorat qilardingiz. Endi esa ijaraga berish bo'yicha deklaratsiya, ijara shartnomasi, daromad solig'i yoki boshqa majburiyatlar masalasi chiqishi mumkin. Agar siz oyga 2 million so'm ijara olayotgan bo'lsangiz, bu daromad sifatida ko'riladi. Agar shartnoma rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin tekshiruv paytida men bilmagan edim degan gap sizni himoya qilmasligi mumkin. Bu yerda yangi to'lovning mazmuni shuki, tizim mulk egasi, yashovchi shaxs, kommunal iste'mol va boshqa ma'lumotlarni solishtirishi mumkin. Shuning uchun ijara munosabatlarini rasmiylashtirish, kim nima to'lashini shartnomada yozish juda muhim. Yana bir misol, hovlingiz bor, lekin kadastr hujjatlarida yer maydoni eski o'lchamda turibdi. Amalda siz old sotiqdan foydalanasiz. Hujjatda esa ko'r sotiq ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, raqamlashtirish jarayonida yangi o'lchovlar bazaga tushganda yer solig'i yoki mulk solig'i boshqacha chiqadi. Odam shunda nega to'lov ko'paydi deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy, hisob-kitob bazasi yangilangan, yer yoki bino maydoni aniqlashtirilgan. Bunday vaziyatda to'g'ri harakat kadastr hujjatini, soliq organidagi ma'lumotni va amaldagi foydalanish holatini solishtirish. Agar xatolik bo'lsa, ariza berib tuzatish kerak. Agar maydon haqiqatan oshgan bo'lsa, yangi hisob-kitob qonuniy bo'lishi mumkin. Kommunal xizmatlarda ham shunday. Oldin ayrim uylarda hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida topshirilmagan, qarzdorlik qo'lda yuritilgan yoki taxminiy hisoblangan. Endi elektr, gaz, suv bo'yicha avtomatik tizimlar ishlayapti. Agar hisoblagich ko'rsatkichi kiritilmasa, tizim o'rtacha iste'mol bo'yicha hisoblab qo'yishi mumkin. Misol uchun, siz yozda uyda bo'lmagansiz, lekin ko'rsatkich topshirmagansiz. Tizim sizga oldingi oylar o'rtachasiga qarab
300 ming so'm hisoblab qo'ydi. Siz esa men foydalanmadim-ku deysiz. Bu yerda muammo to'lovning o'zida emas, ma'lumot topshirilmaganida. Siz hisoblagichning foto yoki dalolatnomasini taqdim etsangiz, qayta hisob kitob qilish mumkin bo'ladi. Lekin vaqtida murojaat qilmasangiz, qarzdorlik keyingi oylarga o'tib ketadi va keyin uni tushuntirish qiyinlashadi. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi navbatda mulk egalari. Uy, kvartira, yer, noturar joy, do'kon, ombor, garaj yoki boshqa obyekt nomingizda bo'lsa, men foydalanmayapman degan gap har doim ham to'lovdan ozod qilmaydi. Mulk sizning nomingizda bo'lsa, soliq yoki ayrim majburiy to'lovlar ham sizga chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh tadbirkorlar. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lasizmi? Oilaviy korxona yoki mas'uliyati cheklangan jamiyat egasi bo'lasizmi? Xizmatdan foydalanganlik, litsenziya, ruxsatnoma, ijara, reklama joylashtirish, chiqindi olib ketish. Kassa apparati, elektron hisob faktura bilan bog'liq to'lovlar sizga tegishi mumkin. Tadbirkor uchun eng xavfli holat shuki, kichik summa e'tiborsiz qoladi. Keyin jarima, penya yoki faoliyatda cheklovga aylanadi. Masalan, oyiga 50 ming so'mlik xizmat haqi to'lanmay qolsa, bir yil ichida 6 ming so'm bo'ladi. Ustiga penya yoki shartnomaga jarima qo'shilsa, summa ancha kattalashadi. Uchinchi guruh ijarachilar va ijaraga beruvchilar. Ko'pincha uy egasi kommunalni ijarachi to'laydi deydi. Ijarachi esa uy egasining nomiga kelgan, o'zi to'lasin deydi. Natijada qarzdorlik yig'iladi. Men doim maslahat beraman, shartnomada aniq yozing. Elektr, gaz, suv, internet, chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovi, soliq va boshqa xarajatlar kim zimmasida ekanini alohida ko'rsating. Agar to'lov ijarachiga yuklansa ham, mulk egasi oyma-oy tekshirib turishi kerak. Chunki qarzdorlik oxir-oqibat obyektga bog'lanadi va muammo ko'pincha egasiga qaytadi. 4-guruh imtiyozga ega odamlar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar boquvchisini yo'qotganlar, ayrim toifadagi veteranlar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga ba'zi to'lovlar bo'yicha imtiyoz bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik qo'llanadi deb o'ylamang. Ayrim holatlarda ma'lumot bazada bor bo'lsa avtomatik tushadi. Ayrim holatlarda esa ariza, guvohnoma, ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar imtiyozingiz bo'lsa-yu, to'lov chiqsa, darhol bu noqonuniy deb janjal qilishdan oldin tizimda maqomingiz ko'rinayotganini tekshiring. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning nomingizda mulk bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyatingiz bo'lmasa, siz hech qanday pullik xizmatga ariza bermagan bo'lsangiz, shartnoma imzolamagan bo'lsangiz va rasmiy xabarnoma kelmagan bo'lsa, har bir mish-mishdan qo'rqish shart emas. Lekin baribir shaxsiy kabinetingizni, soliq ilovasini, kommunal xizmatlar hisobini va davlat xizmatlari portalidagi xabarnomalarni vaqti bilan tekshirish foydali. Chunki ba'zan siz bilmagan holda eski mulk nomingizda qolgan bo'lishi, meros rasmiylashtirilgan bo'lishi yoki eski shartnoma yopilmagan bo'lishi mumkin. Birinchi vaziyat, oddiy oila kvartirada yashaydi. Uy otaning nomida kommunal to'lovlarni o'g'il telefon orqali to'laydi. Bir kuni yangi to'lov chiqadi. Boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat xizmati uchun oyiga ham 5 ming so'm. Oila biz hech narsa imzolamaganmiz deydi. Bu yerda tekshiradigan narsa, uy ko'p qavatli bo'lsa, umumiy mulkni saqlash, lift, tom, yerto'la, yo'lak, obodonlashtirish, chiqindi maydoni, elektr yoritish kabi xizmatlar uchun majburiy yoki shartnomaviy to'lov belgilangan bo'lishi mumkin. Agar xizmat haqiqatan ko'rsatilsa, yig'ilish qarori yoki shartnoma bo'lsa, to'lov asosli bo'lishi mumkin. Lekin summa qanday hisoblanganini so'rashga haqlisiz. Kvadrat metr bo'yichami, xonadon bo'yichami, xizmat turi bo'yichami? Masalan, 7 kvadrat metr kvartiraga 1 kvadrat metr uchun 1200 so'mdan hisoblanayotgan bo'lsa, oyiga tarban 1000 so'm chiqadi. Bu hisob kitob tushunarli. Ammo sizga 1000 so'm chiqib, izoh berilmasa, yozma ravishda asos so'rashingiz kerak. Ikkinchi vaziyat, tadbirkor kichik do'kon ochgan. Ijara 32 ming so'm, elektr alohida, chiqindi olib ketish alohida. U faqat ijara va elektrni to'lab yuradi. Bir necha oydan keyin chiqindi xizmati bo'yicha qarzdorlik chiqadi. Tadbirkor men chiqindi kam chiqaraman deydi. Lekin xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'lsa, maydon yoki faoliyat turi bo'yicha minimal to'lov belgilangan bo'lishi mumkin. Masalan, oziq ovqat do'koni oyiga 120 ming so'm to'lash kerak bo'lsa, 6 oyda 720 ming so'm yig'iladi. Agar u boshida shartnomani tekshirganida bu xarajatni biznes rejasiga qo'shgan bo'lardi. Demak, yangi to'lovdan qo'rqish emas.
Harakatlarni oldindan ko'rish kerak. Uchinchi vaziyat. Odam mashina sotgan, lekin rasmiy qayta ro'yxatdan o'tkazmagan. Ishonchnoma bilan berib yuborgan. Oradan vaqt o'tib jarima, soliq yoki boshqa to'lovlar eski egasiga keladi. U mashina menda emas deydi. Ammo hujjatda transport vositasi hali uning nomida bo'lsa, majburiyat ham unga kelishi mumkin. Bu juda muhim saboq. Har qanday mulkni faqat rasmiy tartibda o'tkazing. Ishonchnoma amaliy qulaylik berishi mumkin. Lekin egalik va majburiyat masalasida xavf qoldiradi. 4-vaziyat. Pensioner ayolning nomida kichik uy bor. U mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega deb o'ylaydi. Lekin unga to'lov chiqadi. Sababini tekshirsa, imtiyoz faqat bitta obyektga qo'llanishi, ikkinchi obyektga qo'llanmasligi yoki hujjatlar bazada yangilanmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan uy pensioner nomida, lekin yer boshqa tartibda hisoblangan bo'ladi. Bunday paytda u soliq organiga borib, pensiya guvohnomasi, pasport, kadastr hujjati va ariza bilan murojaat qilish kerak. Agar haqiqatdan imtiyoz bo'lsa, qayta hisob kitob qilinadi. Endi eng muhim joyga kelamiz. Har bir to'lovni ko'rganingizda avval uning muddatini tekshiring. Masalan, 2022 yil uchun qolgan qarzdorlik chiqadi so'm, 2023 yil uchun 90 ming so'm, 2024 yil uchun 20 ming so'm birga ko'rinib. Odamga yangi katta to'lov bo'lib tuyuladi. Aslida bu bir necha davrning yig'indisi bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lovni davrlar bo'yicha ajratib so'rang. Ikkinchi nozik jihat, to'lov va jarima boshqa narsa. Sizda asosiy qarz 200 ming so'm, penya 35 ming so'm, jarima 500 ming so'm bo'lishi mumkin. Odam umumiy 735 ming so'mni ko'rib vahmaga tushadi. Lekin tarkibini bilsa ayrim qismini e'tiroz qilish, ayrim qismini bo'lib to'lash. Ayrim qismini qayta hisoblatish mumkin. Har doim bu summa nimadan iborat deb so'rang. Uchinchi nozik jihat, xabarnoma kelgani to'lov mutlaqo to'g'ri degani emas, tizimda xatolik bo'lishi mumkin. Masalan, siz sotgan uy hali bazada sizning nomingizda ko'rinishi mumkin. Yoki hisoblagich raqami boshqa xonadonga ulanib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki imtiyoz haqidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Lekin xabarnomani e'tiborsiz qoldirish ham mumkin emas. To'g'ri yo'l. Xabarnomani saqlang, raqamini yozib oling, asosini so'rang, hujjat bilan murojaat qiling. 4-nozik shart, og'zaki gapga ishonib qolmang. Hech narsa bo'lmaydi. Keyin to'larsiz. Sizga tegishli emas. Bu hamma uchun majburiy degan gaplar hujjat o'rnini bosmaydi. Agar sizdan pul talab qilinsa, shartnoma, qaror, tarif, hisob-kitob yoki rasmiy xabarnoma bo'lishi kerak. Agar sizga imtiyoz va'da qilinsa, u ham yozma yoki elektron tizimda aks etishi kerak. 5-nozik jihat, yangi to'lovlar ko'pincha xizmat sifati masalasini ham ko'taradi. Masalan, boshqaruv kompaniyasi pul olayapti. Lekin yo'lak tozalanmayapti, lift ishlamayapti, tom oqyapti. Bu holatda xizmat yomon demak to'lamayman deyish har doim to'g'ri yechim emas. To'g'ri yo'l kamchiliklarni dalolatnoma qilish, suratga olish, qo'shnilar bilan yozma murojaat qilish, xizmat ko'rsatuvchidan bajarilgan ishlar hisobotini talab qilish. Shunda sizning e'tirozingiz hujjatli bo'ladi. 6-nozik jihat, oilada mulk kimning nomida ekanini bilmaslik. Ko'p oilalarda uy otaning nomida, yer boboning nomida, do'kon akasining nomida, lekin to'lovlarni boshqa odam qiladi. Keyin xabarnoma kelganda hamma bir-biriga qaraydi. Men maslahat beraman. Oilada kamida bir kishi barcha asosiy hujjatlar ro'yxatini tuzsin. Qaysi mulk kimning nomida, kadastr raqami qanday, soliq bo'yicha shaxsiy kabinet kimda, kommunal shartnomalar kim nomida, bularning hammasi tartibda bo'lsin. Endi siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, telefoningizda yoki kompyuteringizda rasmiy manbalarni tekshiring. Soliq bo'yicha shaxsiy kabinet, kommunal xizmatlarning rasmiy ilovalari, davlat xizmatlari portali. Bank ilovalaridagi qarzdorlik bo'limi orqali ma'lumot oling. Faqat Telegramdagi xabar, qo'shnining gapi yoki tanishning aytganiga qarab qaror qilmang. Ikkinchi qadam, to'lovning asosini aniqlang. Agar sizga yangi summa chiqsa, quyidagilarni so'rang. Qaysi tashkilot hisoblagan, qaysi davr uchun qaysi tarif asosida, qanday formula bilan, sizning qaysi mulkingiz yoki qaysi shartnomangizga bog'liq? Agar javob aniq bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning kuchi shundaki, unga rasmiy javob berilishi kerak. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, stir yoki JSHR ma'lumoti, kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldingi to'lov kvitansiyalari, shartnoma, hisoblagich fotosurati, imtiyozni tasdiqlovchi guvohnoma, pensiya yoki nogironlik ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin.
Agar masala tadbirkorlikka tegishli bo'lsa, korxona guvohnomasi, ijara shartnomasi, xizmat ko'rsatish shartnomasi va hisob fakturalarini ham tayyorlang. 4-qadam arizada aniq yozing. Menga noto'g'ri hisoblangan deb umumiy yozmang. Masalan, mening nomimga 2024 yil mart oyi uchun 20 ming so'm to'lov hisoblangan. Ushbu summa qaysi tarif, qaysi ko'rsatkich va qaysi hujjat asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni hamda zarur bo'lsa qayta hisob kitob qilishni so'rayman deb yozing. Agar imtiyoz bo'lsa, men falon toifaga kiraman. Tasdiqlovchi hujjat ilova qilinmoqda. Imtiyozni qo'llashni va avval hisoblangan summani qayta ko'rib chiqishni so'rayman deb yozing. 5-qadam to'lovni amalga oshirsangiz, kvitantsiyani saqlang. Hozir hamma narsa elektron bo'lsa ham, screenshot yoki PDF kvitansiya kerak bo'lib qoladi. Ayniqsa katta summa to'laganingizda to'lov qayerga ketgani, shaxsiy hisob raqami to'g'ri yozilgani va davri ko'rsatilganini tekshiring. Noto'g'ri hisob raqamiga to'langan pulni qaytarish yoki ko'chirish vaqt oladi. 6-qadam, agar to'lovga rozi bo'lmasangiz, shunchaki jim turmang. Murojaat qiling, javob oling. Kerak bo'lsa yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Agar siz biznes egasi bo'lsangiz, buxgalter yoki soliq maslahatchisidan maslahat oling. Agar gap katta mulk, katta qarzdorlik yoki jarima haqida bo'lsa, huquqshunos bilan maslahatlash arzonroq tushadi. Chunki noto'g'ri qaror keyinchalik ancha qimmatga tushishi mumkin. 7-qadam, oilaviy va biznes byudjetingizga majburiy to'lovlar ro'yxatini kiriting. Har oy elektr, gaz, suv, internet chiqindi, boshqaruv kompaniyasi, ijara, soliq, kredit, sug'urta, litsenziya yoki boshqa majburiyatlarni alohida yozing. Shunda yangi to'lov chiqqanda ham siz uning qayerga qo'shilishini ko'rasiz. Moliyaviy tartib bo'lmasa, kichik to'lovlar ham sezilmay yig'ilib, oy oxirida muammo qiladi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Har yili kamida bir marta o'zingizning mulk va soliq holatingizni tekshiring. Uy sotdingizmi? Mashina oldingizmi? Yer meros bo'lib o'tdimi? Tadbirkorlikni yopdingizmi? Ijara shartnomasini tugatdingizmi? Bularning hammasi rasmiy bazalarda to'g'ri aks etgan bo'lishi kerak. Hayotda ko'p muammo aynan men allaqachon yopilgan deb o'ylagan edim degan joydan chiqadi. Demak, yangi to'lovlar deganda darhol vahimaga tushmaslik kerak. Lekin e'tiborsiz ham qoldirmaslik kerak. Eng to'g'ri yo'l to'lovning asosini tekshirish, kimga tegishli ekanini aniqlash, hujjatlarni solishtirish, imtiyoz bo'lsa uni rasmiylashtirish va har bir to'lovni kvitansiya bilan tasdiqlab borish. Mulk egasi bo'lsangiz, tadbirkor bo'lsangiz, ijaraga uy bersangiz yoki imtiyozga ega bo'lsangiz, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Chunki bugun ko'rinmagan kichik majburiyat ertaga katta qarz, jarima yoki sudgacha boradigan muammoga aylanishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Pulni tejashning eng yaxshi yo'li to'lovdan qochish emas, balki hisob kitobni tushunish, hujjatni tartibga keltirish va xatoni vaqtida tuzatishdir. Sizning huquqingiz bor. Asos so'rashga, qayta hisob kitob talab qilishga, imtiyozni qo'llatishga, sifatsiz xizmat bo'yicha e'tiroz bildirishga. Lekin sizning majburiyatingiz ham bor. Rasmiy xabarlarni tekshirish, shartnomalarni o'qish, muddatlarni o'tkazib yubormaslik va haqiqiy qarzdorlikni vaqtida yopish. Agar sizda ham yangi to'lov chiqqan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov, qancha summa, qaysi hudud yoki qaysi xizmat bo'yicha. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu mavzu faqat bitta odamga emas, deyarli har bir oilaga tegishli.